Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Qarshingizda yana men G'aniba Gulhayo ustoz. Bugun sizlar bilan video darsimizda pedagogik akmiologiya predmeti va uning fanlar tizimidagi o'rni haqida gaplashamiz. Demak, pedagogik akmiologiya nima? Akmiologiya bu insonning shaxsiy va kasbiy rivojlanishining eng yuqori bosqichlarini, ya'ni akme nuqtalarini o'rganadigan fundamental fandir. Pedagogik akmiologiya ta'lim jarayonida shaxsning yuksak rivojlanish salohiyatini va eng yuqori kamolot nuqtalariga erishish mexanizmlarini tadqiq qiladi. Asosiy maqsadi ta'lim tizimida insonning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta'minlash, ularning eng yaxshi natijalariga erishishiga ko'maklashishdir. Fanlar tizimidagi o'rni. Pedagogik akmiologiya o'ziga xos fanlar aro xususiyatga ega bo'lib, bir qancha sohalar bilan uzviy bog'liqdir. Psixologiya, pedagogika, biologiya shular jumlasidandir. Keling biz sizlar bilan psixologiya va pedagogika sohalarida qay darajada bog'liqligini ko'rib o'tamiz. Psixologiya shaxsning rivojlanish bosqichlari, motivatsiyalari va ichki salohiyatini chuqur o'rganishda asos bo'ladi. Pedagogika esa ta'lim metodlari, o'quv jarayonini takomillashtirish va shaxsni tarbiyalashda qo'llanma vazifasini bajaradi. Tarixiy rivojlanish va O'zbekistonda akmiologiya qanday? Akmiologiya atamasi va konsepsiyasi ilk bor 1970-yillarda Rossiya olimlari, xususan Badalov va Derkash tomonidan ilgari surilgan. Ular shaxsning balog'at yoshidagi eng yuqori yutuqlari va kamoloti g'oyasini tadqiq qilishgan. O'zbekistonda pedagogik akmiologiya so'nggi 20 yilda mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida faol rivojlanib kelmoqda. Bu davrda uning nazariy asoslari shakllantirildi va amaliy tatbiq etish mexanizmlari izlandi. So'nggi yutuqlardan biri sifatida 2023-yilda pedagogik akmiologiya xalqaro ilmiy metodik jurnali tashkil etildi. Bu esa sohaning xalqaro miqyosda tan olinishiga va rivojlanishiga katta hissa qo'shdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Pedagogik akmiologiyaning asosiy predmetini biz kasbiy va shaxsiy kamolot, akme nuqtasi va innovatsion metodlar orqali ko'rishimiz mumkin. Kasbiy va shaxsiy kamolot bu nima? Shaxsning kasbiy faoliyatida va hayotida erisha oladigan eng yuqori, eng samarali va eng yuksak bosqichlaridir. Akme nuqtasi ta'lim jarayonida har bir insonning o'z akme nuqtasi, ya'ni shaxsiy va kasbiy mukammallikka erishishga yordam berish mexanizmlari mavjuddir. Innovatsion metodlar ta'limda shaxs kamolotini rag'batlantiruvchi innovatsion texnologiyalar va samarali metodlarni tadqiq qilish lozimligi. Ilmiy tadqiqotlar va amaliy tatbiq. Pedagogik akmiologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar O'zbekiston ta'lim tizimiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida, motivatsiya va o'sishda, integratsiyada biz pedagogik akmiologiya fanining sohasining desak ham mubolag'a bo'lmaydi, ta'lim tizimidagi sezilarli o'sha darajalarini ko'rishimiz mumkin. Pedagogik akmiologiyaning ta'lim sifatidagi ta'siri. O'qituvchilar malakasi. O'qituvchining kasbiy va mahoratini, shaxsiy kamolotini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlar va treninglar joriy etilmoqda. Talabalar rivojlanishidachi, talabalar va o'quvchilarning shaxsiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashishi. Uzluksiz ta'lim insonning butun hayoti davomida o'rgangan va o'sishiga yordam beradigan, rivojlanishiga yordam beradigan barcha omillar, bular uzluksiz ta'limda o'sha pedagogik akmiologiyaning sifatlariga ta'sirini ko'rsatyapti. Fanlararo integratsiya misollari. Pedagogik akmiologiya nafaqat nazariy bilimlar, balki boshqa fanlarning amaliy yutuqlarini ham o'zida mujassam etadi. Ya'ni psixologiya, pedagogika, biologiya, sotsiologiyada. Psixologiya misolida ko'radigan bo'lsak, motivatsiya, iroda, shaxs va xususiyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish. Biologiyadachi o'quvchining yosh xususiyatlari, miya faoliyati, sog'liqni inobatga olish. Pedagogikada esa o'qitish metodikasi, didaktik tamoyillarni akmiologik yondashuv bilan boyitish. Kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari qanday? Raqamli integratsiya, innovatsion metodlar va chuqur tadqiqotlar. Raqamli integratsiyada pedagogik akmiologiya prinsiplarini onlayn ta'lim platformalari va masofaviy kurslarga joriy etish orqali, innovatsion metodlarda ta'limda sun'iy intellekt, VR texnologiyalari yordamida shaxsiy o'qitish texnologiyalarini yaratish va chuqur tadqiqotlarda ko'rishimiz mumkin. Demak, biz bugun sizlar bilan
video darsimiz orqali siz bilan qisqacha ma'lumotlarni ulashib o'tdik va quyidagi nazorat savollarini men sizlarga yo'llab qolaman. Albatta bunga javoblaringizni o'zlaringiz yo'llaysizlar. Xo'p, birinchi savolim, ya'ni nazorat savollaridan birinchisi: akmiologiya atamasining lug'aviy ma'nosi nima va u qaysi fanlardan kelib chiqqan? Pedagogik akmiologiyaning asosiy predmeti va tadqiqot obyektini aniq misollar bilan tushuntiring. Va keyingi nazorat savolimiz: pedagogikning akmi bosqichi deganda nimani tushunasiz? Bu bosqichga erishishning asosiy mezonlari haqida qanday fikrdasiz? Demak, keyingi savollarimizga javoblarni kutib qolaman. Xulosa qilib aytganda, bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz, o'rganmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Albatta bular qisqa, ammo mazmunli desam mubolag'a bo'lmaydi. Keyingi darsgacha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.